Assalomu alaykum. Hash-pash deguncha vaqt ham o'tib ketyapti. O'zing ham sezgandirsan. Bir paytlar ohu voh qilgan voqea-hodisalar hozir senga arzimasdek tuyuladi. Bir paytlar bo'lmaydi degan ishlaring bo'lib ketdi. Albatta bo'lishi kerak, busiz hayot yo'q deganlaring esa qolib ketdi. Ha, bu dunyoda hammasi o'tkinchi. Firoq, hijron, yo'qotish, bular bari vaqtincha. Inson nimagadir ishonib yashasa, qiyinchiliklarni yengib o'tishi oson bo'ladi. To'g'rimi? Islom dinidagi insoniylik, amaliy qulaylik, hayotiylikni o'ylab, mabodo oxirat bo'lmaganda ham faqat shu hayotning o'zida qo'llash uchun o'ylab topilgan narsa bo'lganida ham eng yaxshi hayotiy yo'llanma va qo'llanma bo'lishiga inonaman. Gigiyena masalasidan tortib, jamiyatdagi murakkab muomalagacha aniq-tiniq batafsil ko'rsatmalar bor. Dinsizlik ham o'zicha bir dindir. Ishonmaslik ham ishonishning bir turi. Alloh tushirgan axloq normalari bilan yashamasak, insonlar to'qigan normalar bilan yashashga majburmiz. Xudosizlar inkordan boshqasiga yaramaydi. Inkor etayotgan narsalari bo'lmish islomning o'rniga boshqa bir muqobil javoblari ham yo'q. Nahotki shunchalik murakkab inson, shuncha katta koinot bemaqsad yaratilgan bo'lsa? Yo'q, aslo unday emas. Aniq maqsad bilan yaratilgan. Maqsad yaratuvchiga sig'inish, faqat o'zigagina ibodat qilish. Yodingdami? O'tgan maktubimda sendan maqsading haqida so'ragan edim. Buning sababi 20-35 orasidagi turmushga chiqmagan qizlarda va hatto turmush qurib birin-ketin farzandli bo'lgan yosh onalarda maqsadsizlikdan hosil bo'ladigan tushkunlik va depressiya tez-tez uchrab turishi. Menimcha, turmush qurmaganlar munosib shaxsni topib, oila qurishi kerak. Shunda umrbod davom etadigan bir maqsad sari yashay boshlaydi. Yosh onalar esa oila atalmish maskanga boshqa bir ma'no berishni o'rganishlari kerak. Darhaqiqat, niyatni to'g'rilab oila qurilsa, bu yo'lda qilingan sa'y-harakatlar uchun savob yoziladi. Chekilgan mashaqqatlar gunohlarga kafforat bo'ladi. Mana shu doimiy jarayon insonni band qilib turadi, ruhiy ozuqa beradi. Inson hayotda ma'no topishi uchun unda mas'uliyat bo'lishi kerak. O'zidan muhimroq deb sanaydigan nimasidir yoki kimidir bo'lishi kerak. Faqat o'zining rohati uchun yashasa, xudbin istaklarini qondirib yashayversa, uni albatta depressiya egallaydi, ma'nosizlikdan qiynaladi. Oila inson uchun langar vazifasini o'taydi. Kemalar to'lqinda chayqalib, shamol ularni olib ketib qolmasligi uchun langar tashlanganidek, oila ham insonni barqaror saqlaydi. Yoshingiz o'tgani sari ruhiy barqarorlikni eslab qolasiz. Bir olim aytadi: oilaning o'rnini bosadigan darajada ma'no beradigan mashg'ulot bilan shug'ullanish kamdan-kam shaxslargagina to'g'ri keladi. Yashayverasan, 40-50 yoshdan oshganda yoki undan ertaroq yoki undan kechroq tushunib yetasan. Hayotda arzigulik nimadir qildimmi degan savolga mana oila qurib bolali bo'ldim-ku deb javob berasan. Chunki aksariyat odamlar shundan kattaroq narsani uddalamagan bo'ladi.
60 yoshli jismonan sog'lom, moliyaviy baquvvat bir ingliz aytmoqda: 25 yil oldin 3 ta uyni 100–125 ming funt atrofida sotib olgandim. Hozir shu uylarning narxi bemalol 500 ming funtdan oshadi. Ya'ni men millionerman. Undan tashqari bankda jamg'armam ham bor. Yana ishlayman. Ammo hech qachon uylanmaganman. Bola ko'rmaganman. Birga restoranga yoki ta'tilga borishga sherik yo'q. Oilasi va bolalari borlarga havas qilaman. Ha, e'tiqodidan qat'iy nazar hammada nasl qoldirish g'arizasi bor ekan-da. Ammo zamonaviy jamiyatda ayollar hayotida ham tashqaridagi hayot, ish, karyera va kasbiy rivojlanish, yor do'stlar bilan maroqli vaqt o'tkazib, biznes safarlariga borish, oilaviy o'tirib suhbatlashishdan ahamiyatliroq bo'lib qolganini kuzatishimiz mumkin. Ayol-qizlar orasida oila yoki karyera degan savollarning muhokama qilinishi oila institutining allaqachon parchalanib, kuchli zarbaga uchrayotganini ko'rsatadi. Ayollarga karyera uchun shaxsiy hayotni va oilani qurbon qilish yaramaydi. Aslida ayol uchun ham, erkak uchun ham oila birlamchi bo'lishi kerak edi. Kasbiy faoliyat esa oilaning ehtiyoj va barqarorligini ta'minlaydigan vositalardan biri xolos. Lekin aksarimiz buni amalda bajara olmayapmiz. Oilani birinchi o'ringa qo'ya olmayapmiz. Eng baxtli ayol o'z uyida, o'z oilasida baxtli ayol. Eng baxtli erkak o'z uyida, o'z oilasida baxtli erkak. Eng baxtli bola o'z uyida, o'z oilasida baxtli bo'la olgan boladir. Bu asrlar davomida isbotini topgan haqiqat. Shunday ekan, oilang oliy maqsading bo'lsin. Unutma, biz qalb diyoriga safar qildik. Yo'limiz uzun, ammo sening kabi yo'ldosh bilan suhbatlashib, manzilga birga yetib olamiz, inshaalloh.